Qodir quloq. Qo'shni yaxshimisiz? Anaqasi yo'q. Ko'rdingmi? Qizim Koreyada o'qishni bitirib keldi. Tabriklayman. Ming bor uzr qizim. Endi naryoqlarda o'qish sanga emasda. Bechora otangni kasriga qolding-da. Jam kulmanglar. O'zi taqdir bilan ustidan kulib o'tiribdi. Aka, hozir Qodir quloq. Men qarab, bilaman, yozuvchilarda orqaga shunaqangi kuyyapti. Ana chaqaloqlarni ko'titsa surtadigan pritsepka bor-ku, o'shani surtgan achimaydi. Davay, Qodir quloq. Nima qilyapsan? Butun mahallada bizning oila gap-so'z. Yasha qizim. Voy, yaxshimisiz? Qizingiz Koreyada o'qiydi ekan, sovchilikka keldik. Qodir quloq, bizning uyga o'sha sovchilar kelyapti. Sanki kelmayaptimi? Kelmaydi hamda. Qizingiz o'zi qaysi institutda o'qiydi? Texnologiya fakultetiga joylashgan kollaboratsiya mexanizatsiyaga kiritilgan kitobning qizil mamlakatiga kirib ishlaysiz. Ana ko'rdingizmi? Ismi esingizdan qolmaydi. Qizingiz bitta qarsha gapirib bersin, maktabda dars berardi-da. Qarsha gapir. Angru mehrimi? Tojikcha gapiryapsan, qarsha gapir deyapman. Junsang, Jumon, Oshin. Tangem. Bizga qizingiz yoqmadi. Ketdik marka qaraydi. Voy, antabda qizim bir ekan. Nima yoqmaydi, aka? Qanaqa gapiryapsan? Faqat Koreyada kino ko'rdingmi, nima bo'ladi? Hey! Qizim, siz qayerda o'qigansiz? Avvalambor so'zimni assalomdan boshladim. Assalomdan boshladimmish. Yersirama o'l. Men Toshkent Perfect universitetida o'qiyman. Kontraktlari ham arzon. 8 million so'mdan boshlanadi. 1,5 ming kishilik yotoqxonasi ham bor. Har bir talabani o'zlari ish bilan ta'minlab berishadi. Bo'ldi, men sizni kelin qilaman. Xolajon, men ham so'z boshimni avlodimdan boshladim. Nimada? Assalomdan. Voy, menga yoqmadingiz. Ha, qo'shni. To'rinul, Suxoy. Boshlandimi? Ya. Yomonam yonyapti. Choy qaynadim bolam. Yo'q-da, ular pastga qilyapti-da. Ada Qodir quloqning qizi zo'r o'qishga kiribdi-da. Eslatma shuni. Orqaga zo'r yonyapti-da, choy qaynayapti.